Assalomu alaykum. Siz jangovar filmlarga qiziqasizmi? Ularda ko'pincha boshlariga qizil yoki yashil rangdagi bosh kiyim kiygan harbiylarning hayratlanarli harakatlari esingizda qolgan. Shunday emasmi? Keling, bugun shu mavzuga to'xtalsak. Harbiy liboslarning turi ko'p, bosh kiyimlari ham turlicha. Lekin ular orasida bittasi borki, uni kiyish hammaga ham nasib qilavermaydi. Uni sotib olib ham bo'lmaydi. Tanish-bilishchilik ham ish bermaydi. Unga faqat tinimsiz mashg'ulotlar, chiniqqan ruh va fidoyilik bilan erishiladi. Bir so'z bilan aytganda, uni kiygan harbiy yengilmas jangchi hisoblanadi. Ha, to'g'ri topdingiz. Bu sharafli bosh kiyimning nomi beret. Dunyo armiyalarida beretlardan foydalanish 20-asr boshlariga to'g'ri keladi. U dastlab Fransiya va Ispaniya qurolli kuchlarida joriy etilgan. Birinchi jahon urushidan hozirgi kungacha bo'lgan davrda beretlarning bir necha rangdagi turlari paydo bo'ldi. Qora, ko'k, qizil, oq, yashil va hokazo. Har birining o'z tarixi ham bor. Har biri alohida qo'shin turini anglatadi. O'zbekiston qurolli kuchlarida ham harbiy kiyimbosh rusumi har bir qo'shin turi uchun alohida vazifalardan kelib chiqib tanlangan va qabul qilingan. Qo'limda turgan mana bu yashil beret O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi maxsus operatsiya kuchlari harbiy xizmatchilarining bosh kiyimi hisoblanadi. Bu bosh kiyim nomzodlarga 45 kunlik murakkab o'quv kursi va mashaqqatli malaka sinov imtihonlaridan o'tsagina beriladi va tabiiyki sharaf ramziga aylanadi. Ochig'ini ayta qolay, yashil beretga erishish oson emas. Buning uchun nomzodlar juda og'ir va mashaqqatli sinovlardan o'ta olishlari shart. Masalan, nomzodlar bir necha 10 kilometr masofani yelkada og'ir yukni ko'targan holda o'tish qiyin bo'lgan murakkab to'siqlarni yengib, favqulodda hujumlarni qaytarib, kutilmagan og'ir zarbalarga dosh bergan holda yana belgilangan vaqtda bosib o'tishlari kerak. Ammo sinovlar shu bilan tugamaydi. Jismoniy va ruhiy zo'riqishlar, kuchli va tish tirnog'igacha qurollangan raqib bilan uzluksiz jang, ayovsiz olishuvlar va boshqa sinovlarda nomzod jiddiy jarohatlar ham olishi mumkin. Bunday paytda bo'ldi, kerak emas, yo'q, olmayman degan so'zlar unutiladi. Yashil beretni olishga talabgorlar juda ko'p, ammo erishganlar kam. Aniqroq aytganda, o'quv kursiga bir yilda taxminan 100 nafar nomzod kelsa, ularning atigi 15-20%gagina sinovlardan muvaffaqiyatli o'tib, yashil beret kiyish nasib qiladi. Siz televizorda yoki ko'cha-kuyda ko'rgan yashil beret, ya'ni sharafli bosh kiyim kiyib yurgan yurt posbonlari ana shunday qiyin sinovlardan mardonavor o'ta olgan o'g'lonlar. Albatta, ularning ko'pchiligi birinchi urinishda uddalay olmagan. Ayrimlari 3-chi yoki 4-chi urinishda bunga muvaffaq bo'lgan. Yashil beret faqat jasurlarniki. Bu sharaf, bu nomus, bu mas'uliyat, bu ishonch, bu el yurt tinchligi yo'lida ortga qaytmay, faqat g'alabaga intilish degan. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi maxsus operatsiyalar kuchlari tarkibida ayni kunda ko'plab yashil beret sohiblari bor. Ular milliy armiyamizning tom ma'nodagi sharaf va qudratini o'zida mujassam etgan mard o'g'illar. Yashil beret bu bir marta sinovdan o'tib, butun umr sharaf bilan kiyiladigan ramz. Bu vatanga muhabbat, sadoqat va jasoratning belgisidir. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman.